Hamma Instagramda boy odatlarni aytayotgan bir vaqtda man sizlarga bugun kambag'al odatlarimni sanab o'tmoqchiman. Mani kambag'al odatim, man hayotimda hech qachon umuman klining chaqirmaganman, ya'ni uylarimni hech kimga tozalattirmaganman. 15 yildan buyon o'zim tozalayman, bilmayman. Ili qo'ynim bo'lmaydi, ili man xohlagandek tozalab ketishmaydi deb o'ylaymanmi, bilmayman. Shunga o'zim har doim tozalab yuraman. Yana bir kambag'al odatim, yuzimda kremim tugab qolgan bo'lsa, uni qaychida kesib bo'lsa ham ichidan olib surib ketaman. Mani yana bir kambag'al odatim, uyimda parashogim qolmagan bo'lsa, oddiygina kir sovunida kirlarni qo'limda yuvib, mashinkada chayishga tiqib yuboraman. Mani yana bir kambag'al odatim, kechagi ovqatni ertasi kuni isitib ham bemalol maza qilib yeyaveraman. Mani yana bir kambag'al odatim, qoshlarim o'rmon kabi o'sib ketgan bo'lsa ham salonga borib o'tirmasdan oddiygina pinsetda o'zim terib tashlayveraman. Bir kambag'al odatim, yuzga qilinadigan maskani ishlatib bo'lganimdan keyin yana upakovkasiga solib qo'yib, ertasi kuni yana ishlataman. Bitta maskani 2 martalab ishlataman. Mani kambag'al odatlarim va nihoyasiga yetdi. Sizlarning qanaqa kambag'al odatinglar bor? Kommentariyada yozib ketinglar. O'qib chiqish men uchun juda ham qiziqarli bo'ladi.